Diqqat, Feruza Normatova o'zining heyterini topganini ma'lum qildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkor yangiliklardan xabardor bo'lib turishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. O'zbekistonlik aktrisa ijtimoiy tarmoqlarda uning oilasi haqida tuhmat va yolg'on ma'lumotlar tarqatgan shaxsni aniqlaganini ma'lum qildi. Aktrisaning aytishicha, Instagramdagi soxta akkaunt ortida turgan ayol huquq-tartibot organlari tomonidan qisqa vaqt ichida topilgan. Ma'lum bo'lishicha, tuhmatli xabarlarni tarqatgan shaxs 2 nafar farzandi bor, ajrashgan ayol ekan. Men undan nega mening oilaviy hayotimga aralashganini so'radim. Ko'pchilik soxta akkaunt orqali yozsa, javobgarlikdan qutulib qolaman deb o'ylaydi, ammo bu unday emas, dedi aktrisa. Feruza Normatova mazkur ishni oxirigacha yetkazish niyatida ekanini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, hozirda yuristlar aybdor shaxsni qonun oldida javobgarlikka tortish uchun zarur hujjatlarni tayyorlamoqda. Aktrisa internet foydalanuvchilarini boshqalarning sha'ni va qadr-qimmatiga putur yetkazuvchi asossiz ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalni yo'qotmaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.